matka sohasidagi og'riqlar, ya'ni bachadonda shishlar, bezlar, og'riqlar va juda ham tez shamollashi, har xil noxush hidlar kelib, выделение kelishi uning psixosomatikasi. Albatta, o'sha ayol bu birinchi bo'lib bizani bachadonimiz, bolamizni saqlaydigan organ hisoblanadi. Va o'sha ayol yoshligiga, kichkinaligiga tushib, hamma plonkani orqaga aylantirganimizda u yoqda ko'riladiki, u ayolni yoshligida onasi bechora jabrdiyda bo'lgan. Onasiga uni rahmi kelgan, adasi yoki ichgan, yoki urgan, yoki boshqa ayollar bilan yurgan, uyda har kun urush janjal qilgan. Va u yerda bu hozirgi ayolda erkaklarga bo'lgan nafrat, yomon ko'rish, g'azab va xafagarchilik bo'lib ketgan. Biza pastga tushib, haligi bo'lgan situatsiyani, bo'lgan yoshligida bo'lib o'tgan voqeani sevgiga o'zgartirganimizda, o'zidan o'zi u ayol kishini hamma ayolligi bilan bog'liq bo'lgan problemalari yechilib ketadi.